Ben sizlerge bugün acayip yaxşı bir hoş haberden minep geldim. 1. ayının 10-ладан 2. ayının 10. günügacha 30 günlük igilik tikleş, bevosita ko'z tutish orqali tarbiyalashdan birini olib keldim. Men bu tarbiyalashni odatda o'zimningki shogirdlarga yoki men maslahat o'tgan korxonchilarga so'zlayotgan dars. Agar bu 30 kunlik darsni men naq maydon so'zlab qolsam 4 kunlik qilib bir odam 19.800 qo'yib bilet ilib, uningdan keyin naq maydon darsi kelsa so'zlayotgan bidim. Maxsus igilik tiklab korxona yurgizish, savdo urush qilib boshqalar bilan raqobatlashish birinchilik o'rnini talishgan mushu darsliklarningki birisi. Endi desak, biz korxona maslahatchiligi qilamiz. Bizni masalan burunqi zamonlarda tug'ilib qolgan bo'lsak, mushavir deb atsanglarmi butu. Qanday qilib savdo urushi qilamiz, qanday qilib qarshi tarafdagi raqibingiz bilan baslashib, raqibingizni mag'lub qilgan, raqibingizni holsizlantirib yoki raqibingizningki xaridorlarini talishtirgan oyinda mahoratlarni so'zlaydigan darsdi. Lekin maqatim barliq o'quvchilarningki talabiga asosan biz 30 kunlik ayrimxonda shaxsiy tajriba qilib, men o'zimdagi barliq mushu savdo urush qilgan, igilik tiklab korxona qurgan tajribalarni, mahoratlarni, ideyalarni sizlarga so'zlab berman. Hamda Jo'rinchang muallim o'zimningki ustozininki 20 yillik igilik tiklash tajribasini men sizlarga hammasini tafsili yishib tushuntirib sizlarga so'zlab bersam butu. Demak, men 2,5 yilning oldida Jo'rinchang muallimninki mushu cho'ngye shullaying deb 59.000 ko'ylak darsiga torda 10.000 ko'ylak sotilib o'rgangan. Men mushu darsni o'rgangandan keyin ayni vaqtda menda qishimdimi pul yo'qdi. Vaymay turishib, tomoq yetkizib, zavodga ishlab, qoidixonada ishlab, oshpazlik qilib, tangjonlik qilib degandek osh ishlarni qilib yurgan vaqtimda men o'sha Jo'rinchang muallimning mushu darsiga uchishib qilib, men bankidan qarz olib mushu muallimningki darsiga qatnashgan. Dal mushu darsdagi igilik tiklash ideyasi, quruq qo'l igilik tiklash ideyasi qisqagina 2,5 yildan keyin meni ishki shirkatining egasi 10 shirkatningki maslahatchiligiga ega qildi. Nurg'un igiliklarni menga yaratishimga mushu darslik menga yordam qilgan. Men mushu darsni ishlatib unumini ko'rdim. Ham nurg'un tajribalarga ega bo'ldim. Mushu tajribalarni sizlarga intayin muvofiq bo'lda yilga faoliyat qilib berdim. Agar 1. ayning 1. kunigacha tizimlata olsangiz, intayin muvofiq bo'lda pasabasda mendagi barliq igilik tiklayotgan hunarni o'rganasizlar. 5.000 ko'p pul xarjlab polochilikdan meni o'rgansangiz, polo aytganda o'xshatib aytayotgan bir polo pazga aylanasiz. Bir oylikqa 4.000 ko'y, 5.000 ko'y muqim maoshga ega bo'lasiz. Lekin ma darsni 30 kunlik tarbiyalashni o'rganib qo'ysangiz, oilangizning taqdirini o'zgartira olasiz. Xizmat qilgan taqdiringizni o'zgartirib, igilik tiklab o'zingizning igiligini qurib chiqa olasiz. Agar igilik tiklayotgan bo'lsangiz, qanday qilib igiligingizningki kirimini yuqori ko'tara olasiz? Agarda siz kollektiv yetildirib chiqib, cho'ng ishlarni chiqarmoqchi bo'lsangiz, dal mushu darsdagi bilimlarga ehtiyoj yo'qsizlar. Men odatda har qanday darsni maqtamayman, lekin ma darsni men maqtamsam qat'iy bo'lmaydi. Chunki ma darsni qanday odamga so'zlab berdim desanglar, shogirdlarimga, korxonchilarga, yilda necha million pul topgan odamlarga so'zlab bergan bir narsa, qoyil qilgan bir narsa bo'lmasa, bizning yuzimiz tushib ketdi. Shunga biz dal mushu cho'ng korxonchilarga o'rgatgan mahoratlarni so'zlamoqchi. Shun maqtashga tegishli, qimmat ajoyib yuqori. Shunga ko'pchilik 10 ko'ylak darsininki 10 ko'ylak qimmati o'ti, necha minglik darsining necha minglik qimmati o'ti, demak o'xshamaydi. Xuddi 50.000 ko'ylak mashina bilan 5 millionlik mashinaningki sizga bergan huzuri, yuzi, sizga bergan energiyasi o'xshamaydi. Shunga ma darsining energiyasi intayin yuqori savoqdashlar. Shunga faqat bir qatimlar kim so'z unutib. Ham mushu 30 kunlik jirboni oqimaga 1 yildan 3 yilgacha ko'ralisizlar. Demak, igilik tiklash jarayonida bir tarafdan ko'rib turib, bir tarafdan o'zingizlarning masalasini hal qilsanglar butu degan gap. Shu mushu darsni o'rganay degan do'stlar, ma'lumotga ko'rsatib inkas rayoniga men qatnashay degan xatni yo'llayotgandan keyin bizning ayrimxonda bor do'stlar, men yurak bosdim, inkas yozdim desanglar, sizlarga darsda e'tibor qilib berdi. Shu darhol ayrimxonga uchur qilib, son talishuvni savoqdashlar faqat 200 dollar kim son bilan cheklanadi. Hozirdan tortib tizimlasanglar 1. ayning 1gacha ajoyib e'tibor faoliyat qilyaptim yangi yilga. Amsa hammalarni 1. ayning 10. kundagi 30 kunlik bevosita ko'rsatish shaxsiy